Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 10 avgust sanasi atrofida ko'p pensionerlar orasida pensiya bloklanar ekan, karta ishlamay qolar ekan. Jamg'arma 6 ta sababni aytibdi degan gaplar tarqalmoqda. Men bu videoda vahima qilish uchun emas, aksincha kimning pensiyasi haqiqatan vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Kim umuman xavotir olmasligi kerak. Qaysi holatlarda pul bloklanadi va buni qanday oldini olish mumkinligini sodda tilda birma-bir tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, bobo-buvilarimiz nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oladigan yaqinlarimiz bor. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha kech eshitiladi. Odam esa pensiyasi tushmagandan keyingina yugurib qoladi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagidek har oy olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir ishonchnoma orqali farzandi yoki qarindoshi yordamida. Ayrim ma'lumotlar qo'lda tekshirilardi. Ayrim holatlarda mahalla, bank, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki boshqa idoralar orqali aniqlashtirish ko'p vaqt olardi. Natijada ba'zan odam vafot etgan bo'lsa ham, ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa ham, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa ham, hujjatlar vaqtida yangilanmagan bo'lsa ham, to'lovlar bir muddat davom etib ketgan holatlar bo'lgan. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirilgan. Ya'ni pensiya jamg'armasi, banklar, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari, migratsiya, sog'liq, bandlik va boshqa ma'lumotlar bazalari o'zaro solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar pensionerning pasport ma'lumoti o'zgargan bo'lsa, karta egasi tasdiqlanmagan bo'lsa, ishonchnoma muddati o'tgan bo'lsa, odamning tirikligi yoki yashash joyi bo'yicha savol tug'ilsa, tizim avtomatik tarzda to'lovni vaqtincha ushlab turishi mumkin. Shu yerda juda muhim gapni aytaman. Pensiyaning bloklanishi degani doimiy olib qo'yildi degani emas. Ko'p holatda bu vaqtincha to'xtatish, aniqlashtirish yoki qayta tekshirish jarayoni bo'ladi. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, fuqaro tirik va pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa, to'lov tiklanadi. Ba'zida hatto o'tgan oylar uchun ham qayta hisoblab berilishi mumkin. Lekin odam o'z vaqtida murojaat qilmasa, masala cho'ziladi. Endi eng asosiy qismga o'tamiz. Jamg'arma va amaliyotda uchraydigan eng muhim 6 sababni men batafsil tushuntiraman. Har birini oddiy misollar bilan ko'rsataman. Shunda siz o'zingiz yoki yaqinlaringiz qaysi guruhga kirishini darrov tushunasiz. Eng ko'p uchraydigan holatlardan biri shaxsni aniqlashtirish masalasidir. Masalan, pensioner uzoq vaqt bank kartasidan o'zi foydalanmaydi. Pulni doim farzandi yechib beradi. Yoki pensioner yotoqda, kasal, banka bora olmaydi yoki u boshqa viloyatda farzandnikida yashab turibdi, lekin pensiyasi eski yashash manzili bo'yicha rasmiylashtirilgan. Bunday vaziyatda tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Pensionerning o'zi to'lovni olayaptimi? Ishonchnoma bormi? Huquqi tasdiqlanganmi? Masalan, 72 yoshli otaxon Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi. Lekin 2 oydan beri Samarqandda qizining uyida yashayapti. Kartadagi pulni kuyovi yechib keladi. Bank yoki pensiya jamg'armasi tomonidan shaxsni tasdiqlash so'ralsa, otaxon men bora olmayman deb yuraveradi. Natijada keyingi oy pensiya tushmay qolishi mumkin. Bu jazolash emas, balki to'lov haqiqiy egasiga yetib borayotganini aniqlash jarayoni. Bunday holatda nima qilish kerak? Agar pensioner yurishga qiynalsa, yaqinlari pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli xizmatlarga murojaat qilib holatni tushuntirish kerak. Zarur bo'lsa notarial ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Agar pensionerning sog'ligi og'ir bo'lsa, ayrim xizmatlar joyiga chiqib rasmiylashtirish tartibini tushuntirishi mumkin. Muhimi, o'zi tushib qolar deb kutmaslik. Ko'p pensionerlar pensiyasini o'zi olmaydi. Farzandi, nevarasi, turmush o'rtog'i yoki boshqa ishonchli odamga ishonchnoma beradi. Bu juda oddiy va qonuniy holat. Lekin ishonchnoma muddati bo'ladi. Muddati tugasa bank yoki jamg'arma pulni berishni to'xtatishi mumkin. Chunki hujjat kuchini yo'qotgan bo'ladi. Misol keltiraman. Taqni yoshli onaxon 2023 yil avgust oyida o'g'liga bir yillik ishonchnoma bergan. O'g'li har oy pensiyani olib kelgan. 2024 yil avgustida ishonchnoma muddati tugaydi. O'g'li buni unutadi, bankka boradi. Har doim olardim-ku deydi. Lekin bank xodimi bera olmaydi. Bu yerda xodim aybdor emas, hujjat yo'q, vakolat yo'q. Agar shu sababli to'lov ushlanib qolsa, yangi ishonchnoma rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Yana bir nozik jihat bor. Ishonchnoma matnida aynan pensiya yoki bank hisobidagi mablag'ni olish huquqi ko'rsatilishi kerak. Ba'zan odamlar
umumiy mazmundagi ishonchnoma qilib qo'yadi. Lekin bank uni yetarli deb hisoblamaydi. Shuning uchun notariusga borganda pensiya mablag'larini olish, bank kartasi va hisob varaqlari bo'yicha amaliyotlarni bajarish uchun deb aniq aytish kerak. Bugungi raqamli tizimda pasport ma'lumotlari juda muhim. Pensioni eski pasportini ID kartaga almashtirgan bo'lishi mumkin. Familiyasi o'zgargan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda texnik xatolik tuzatilgan bo'lishi mumkin. Lekin bankdagi ma'lumot eski, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot boshqa, fuqarolik bazasidagi ma'lumot yana boshqa bo'lsa, tizim to'lovni xavfsizlik nuqtai nazaridan to'xtatishi mumkin. Masalan, bir buvi eski biometrik pasporti bilan pensiya rasmiylashtirgan, keyin ID karta olgan, lekin bankka borib ma'lumotni yangilamagan. Pensiya jamg'armasiga ham xabar bermagan. Kartasi ishlayapti, pul tushyapti deb yuravergan. Bir kuni tizim ma'lumotlarni solishtirganda hujjat raqami mos kelmaydi. Natijada pensiya kechikadi yoki karta amaliyotlari cheklanadi. Muammo katta emas, lekin uni hal qilish uchun ID karta bilan banka va zarur bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limiga borish kerak. Men ko'p odamlarga shuni maslahat beraman. Agar oxirgi 1 yil ichida pasport, ID karta, familiya, yashash manzili, telefon raqami yoki bank kartangiz o'zgargan bo'lsa, albatta ma'lumotlarni tekshirtiring. Ayniqsa yoshi katta insonlar mening hujjatim o'zgargani bilan pensiyaga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Aloqasi bor. Chunki to'lov shaxsiy identifikatsiyaga bog'langan. Bu eng jiddiy sabab. Agar pensioner vafot etsa, pensiya olish huquqi to'xtaydi. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, yaqinlari marhumning kartasidagi pulni yechishda davom etadi. Ba'zilar buni bilmasdan qiladi. Karta uyda edi, pin kod bor edi. Xarajatlar ko'p bo'ldi deydi. Ba'zilar esa ataylab yashiradi. Tizim bunday holatlarni aniqlasa, to'lov bloklanadi. Ortiqcha olingan mablag' qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, otaxon iyun oyida vafot etdi, lekin iyul va avgust oyida pensiya kartaga tushdi. Farzandi dafn xarajatlariga ishlatdik deb pulni yechib oldi. Keyin jamg'arma ma'lumotlar bazasi orqali vafot holatini ko'rdi. Bu pul endi qonuniy tekshiruvga tushadi. Agar ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, uni qaytarish masalasi ko'riladi. Shuning uchun bunday holatda yaqinlar darhol tegishli idoralarga xabar berishi kerak. Shu bilan birga pensioner vafot etgandan keyin oilaga tegishli boshqa to'lovlar, masalan, dafn puli yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi masalasi bo'lishi mumkin. Buni alohida rasmiylashtirish kerak. Marhumning pensiyasini davom ettirib olish boshqa masala. Qonuniy nafaqa yoki yordamni rasmiylashtirish boshqa masala. 5-sabab chet elga chiqib ketish yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmaslik. Ko'pchilik pensionerlar farzandlari oldiga Qozog'iston, Rossiya, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarga borib keladi. Oddiy sayohat yoki davolanish bo'lsa, odatda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin uzoq muddatga chiqib ketish, doimiy yashash joyini o'zgartirish, mamlakat tashqarisida yashab, pensiyani O'zbekistondagi karta orqali olish masalalarida alohida tartiblar bor. Agar tizim pensioner uzoq vaqt davlat hududida emasligini ko'rsa, tiriklik, yashash joyi yoki huquqni tasdiqlash bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun, Oltintekis yoshli pensioner o'g'lining oldiga Rossiyaga ketdi. Umoy qaytmadi. Pensiya kartasini kelinga qoldirdi. Kelin har oy pulni yechib turdi. Keyin tizimda pensionerning uzoq muddat chegaradan tashqarida ekani ko'rindi. To'lov vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bunda pensioner qaytib kelib hujjatlarni tasdiqlashi yoki vakolatli tartibda tirikligi va huquq isbotlashi kerak bo'ladi. Bu yerda hamma chet elga chiqqan pensionerning pensiyasi to'xtaydi degan xulosa noto'g'ri. Asosiy masala chiqish muddati, yashash maqomi, pensiya turi, hujjatlar, ishonchnoma va qonuniy tasdiqlar. Shuning uchun chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensioner oldindan pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, men falon muddat ketmoqchiman, pensiyam bo'yicha qanday tartib bo'ladi deb so'rashi kerak. Ba'zi to'lovlar oddiy yoshga doir pensiya emas. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa parvarish puli kabi to'lovlarda shartlar bo'ladi. Masalan, nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishga bog'liq bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha talaba farzand o'qishini to'xtatsa yoki belgilangan yoshga yetsa, to'lov sharti o'zgaradi. Parvarish puli olayotgan shaxsning holati o'zgarsa, to'lov qayta ko'riladi. Masalan, 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning tibbiy ko'rik muddati 1 avgustda tugaydi. U keyin boraman deb yuradi. 1 avgustga kelib tizimda muddat o'tgan ko'rinadi. Natijada sentabr oyidagi to'lov to'xtashi mumkin.
Keyin u tibbiy ijtimoiy ekspertizadan qayta o'tadi. Hujjat tasdiqlansa, to'lov tiklanadi. Lekin bu vaqt ichida odam pensiyamni bloklashdi deb xavotirga tushadi. Aslida sabab muddati o'tgan hujjat. Yana bir misol. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba bor. U kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda to'lov davom etadi. Lekin u o'qishni tashlab yuborsa yoki sirtqi shaklga o'tsa, huquq o'zgarishi mumkin. Agar bu ma'lumot tizimiga tushsa, to'lov qayta tekshiriladi. Shuning uchun pensiya yoki nafaqa turini aniq bilish juda muhim. Endi eng ko'p beriladigan savol: men pensionerman, Urduch avgustda mening pensiyam ham bloklanadimi? Men aniq aytaman. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lsa, siz O'zbekistonda yashab pensiyangizni o'zingiz yoki qonuniy vakil orqali olayotgan bo'lsangiz, vahima qilishga asos yo'q. Lekin quyidagi holatlardan biri sizda bo'lsa, albatta tekshirtiring. Birinchisi, pensiyani siz emas, boshqa odam olib keladi, lekin ishonchnoma qachon tugashini bilmaysiz. Ikkinchisi, oxirgi paytda ID karta olgansiz, lekin bankka ma'lumot bermagansiz. Uchinchisi, uzoq muddat chet elda bo'lgansiz yoki hozir ham chet eldasiz. To'rtinchisi, nogironlik guruhi yoki tibbiy xulosa muddati tugash arafasida. Beshinchisi, kartangiz bloklangan, bank SMS kelmayapti, telefon raqami eskirgan. Oltinchisi, yashash manzilingiz boshqa, ro'yxatdagi manzilingiz boshqa. Oddiy misol, ikki pensioner bor. Birinchisi har oy bank kartasidan o'zi foydalanadi. ID kartasi yangilangan, telefon raqami o'z nomida, bank ma'lumotlari to'g'ri. U odam xavotir olmasa ham bo'ladi. Ikkinchi pension esa 3 yildan beri bankka bormagan, kartani nevarasi ishlatadi. Ishonchnoma eski, ID karta yangilangan, telefon raqami boshqa odam nomida. Mana shu ikkinchi holatda pensiya kechikishi ehtimoli ancha yuqori. Birinchi noziklik, bank kartasi bloklanishi bilan pensiya huquqi bloklanishi bir xil narsa emas. Ba'zan pensiya jamg'arma tomonidan hisoblangan bo'ladi, lekin bank kartasi muddati tugagani, PIN xato kiritilgani, karta yo'qolgani yoki bank xavfsizlik tekshiruvi sababli pulni yechib bo'lmaydi. Odam esa pensiyamni kesib tashlashdi deb o'ylaydi. Avval bankdan kartaning holatini tekshirtirish kerak. Ikkinchi noziklik, pensiya tushmaganining sababi har doim ham blok emas. Ba'zan to'lov grafigi bor. Har kimga bir kunda tushmasligi mumkin. Bir tumanda 10 sanada tushsa, boshqasida 15 sanada tushadi. Bayram, dam olish kuni texnik yangilanish, banklararo uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir kun kechiksa vahima qilish kerak emas. Lekin bir necha kun o'tsa albatta aniqlashtirish zarur. Uchinchi noziklik, ortiqcha to'lov masalasi. Agar fuqaro huquqi bo'lmagan davrda pul olgan bo'lsa, keyin uni qaytarish so'ralishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin odam vaqtida qayta ko'rikdan o'tmagan, shunga qaramay to'lov tushgan yoki marhumning kartasidan pul olingan. Bu holatlarda men bilmasdim deyish har doim ham masalani yopmaydi. Shuning uchun shubhali vaziyatda pulni yechishdan oldin maslahat oling. To'rtinchi noziklik, telefon raqami. Ko'p pensionerlarning bank SMS xabarnomasi farzandi yoki nevarasining telefoniga ulangan. Bu qulay, lekin xavfli tomoni bor. Agar karta bo'yicha tasdiqlash, bank ilovasi, identifikatsiya yoki ogohlantirishlar boshqa odam telefoniga kelsa, pensionerning o'zi vaziyatdan bexabar qoladi. Men maslahat beraman. Asosiy telefon raqami pensionerning o'ziga yoki doimiy qaraydigan ishonchli odamga tegishli bo'lsin, lekin hamma ma'lumot nazoratda tursin. 5-noziklik, yashash manzili. Odam Toshkentda ro'yxatda, lekin Farg'onada yashaydi. Yoki Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin doimiy ravishda poytaxtda farzandi bilan turadi. Bunday holat o'zi bilan pensiyani to'xtatadi degani emas, lekin tekshiruvda savol tug'dirishi mumkin. Ayniqsa uyma-uy aniqlashtirish, mahalla ma'lumotlari yoki xizmat ko'rsatish hududi bo'yicha farq bo'lsa, hujjatlarni tartibga keltirish foydali. Endi men sizga aniq harakat rejasini aytaman. Birinchi qadam, pensionerning hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? Familiya va tug'ilgan sana bankdagi ma'lumot bilan mosmi? Hujjat raqami yangilanganmi? Agar yaqinda ID karta olingan bo'lsa, bankka boring va ma'lumotni yangilang. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta blokda emasmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqami to'g'rimi? Bankka borganda pensionerning ID kartasi, bank kartasi va telefon raqami kerak bo'ladi. Agar pensioner o'zi bora olmasa, bankdan qanday tartibda vakil orqali xizmat olish mumkinligini so'rang. Uchinchi qadam, ishonchnomani ko'ring. Agar pensiyani farzand yoki qarindosh olayotgan bo'lsa,
Ishonchnoma muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Muddati tugashidan oldin yangilang. Notariusga borganda hujjatda pensiya mablag'larini olish vakolati aniq yozilishiga e'tibor bering. Pensionerning ID kartasi, vakilning ID kartasi. Zarur bo'lsa, tibbiy holat bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy ko'rik muddati qachon tugashini bilib oling. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, yosh chegarasi va ta'lim shaklini tekshiring. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Borishda ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya bo'yicha mavjud hujjatlar, bank karta ma'lumotlari, ishonchnoma nusxasi, telefon raqami. Agar kerak bo'lsa, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni oling. Murojaat qilganda aniq yozing yoki ayting. Pensiya to'lovim kechikdi yoki bloklangan bo'lishi mumkin. Sababini yozma yoki rasmiy tartibda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shunda masala og'zaki gapda qolib ketmaydi. 6-qadam. Agar pensioner yotoqda bo'lsa, uni majburlab idora olib yurishga shoshilmang. Avval telefon orqali yoki yaqin hududdagi bo'limdan tartibni so'rang. Ba'zi holatlarda vakil orqali, notarial hujjat orqali yoki joyiga chiqish tartibi orqali masala hal qilinishi mumkin. Eng katta xato kasal odamning hujjatlari tugab qolganini bilib turib, oylar davomida hech narsa qilmaslik. 7-qadam. Chet elga ketishdan oldin tartibni aniqlang. Agar pensioner 1-2 oyga mehmon ketsa bir holat. Agar 6 oy, 1 yil yoki undan ko'p muddatga ketayotgan bo'lsa boshqa holat. Pensiya jamg'armasiga borib, men qancha muddatga ketayapman, pensiyam to'xtamasligi uchun nima qilishim kerak deb so'rash kerak. Hujjatni oldindan to'g'rilash, keyin pulni tiklash uchun yugurishdan ancha oson. Agar pensiya allaqachon tushmay qolgan bo'lsa, nima qilasiz? Birinchi navbatda bankdan so'rang, pul kelganmi, karta faolmi, hisob bloklanganmi? Agar bank pul kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar bank pul kelgan, lekin karta blok desa, bankdagi muammoni hal qiling. Har ikki idora bir-biriga yuboraversa, yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiya, JSHIR, telefon raqami, pensiya turi, oxirgi marta qachon pul tushgani va hozirgi muammo aniq ko'rsatiladi. Demak, undir avgust degan gapdan qo'rqib, hammaning pensiyasi bloklanadi deb vahima qilish kerak emas. Asosiy xavf hujjati eskirgan, ishonchnomasi tugagan, shaxsi tasdiqlanmagan, chet elda uzoq muddat bo'lgan, nogironlik yoki boshqa nafaqa sharti o'zgargan, bank ma'lumotlari mos kelmayotgan pensionerlarda bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar joyida bo'lsa, pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa, to'lovni to'xtatishga asos bo'lmaydi. Men sizdan iltimos qilaman. Bugunoq ota-onangiz, bobo-buyingiz yoki qarindoshingizning kartasi, ID kartasi, ishonchnomasi va pensiya turini tekshirib qo'ying. 1 soatlik tekshiruv keyin 1 oy yugurishning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya vaqtida tushyaptimi yoki kechikyaptimi? Kommentariyada viloyatingizni yozing. Boshqalar ham vaziyatni bilib oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, bank kartalari va hujjatlar bo'yicha eng muhim o'zgarishlarni sizga tushunarli tilda yetkazishda davom etaman.